ko'ryapsizlar, ha? 2 metrdan ziyod. Agar bolada ozgina qo'rquv yoki hayajon degan narsa bo'lsa, shuncha balanddan yo boshi bilan yo beli bilan bolacha yerga sanchilib qolishi mumkin. Siz ko'ryapsiz, sizga oson tuyuladi. Ammo buncha balanddan sakrab tushsangiz ham oyog'ingizdagi og'riq miyingizgacha boradi. Bola shunchaki sakrab tushmayapti, diqqat qilasiz. Orqaga havoda bitta aylanadi, kabutar singari. Oyog'i bilan tushadi. Diqqat, yaxshi ko'z.